Hech qachon o'z uyingizda, eng xavfsiz deb bilgan joyingizda o'zingizni qafasdagi o'lchi his qilganmisiz? Men his qildim, qaynotam. Hammamiz hurmat qiladigan o'sha nuroniy chol aslida niqob kelgan yirtqich ekanligini bilganimda tilim aylanmay qoldi. Ovsinim bilan bo'lgan o'sha jirkanch sahnani ko'rganimga yetmagandek, uning navbatdagi nishoni men edim. Erim menga ishonmadi, meni tuhmatchiga chiqardi. Lekin men vannaxonaga o'rnatgan o'sha kichkina kamera, u hamma narsani o'zgartirib yubordi. Bugun men sizga bir oilaning qanday qilib ichidan chirib qulaganini aytib beraman. Bu hikoya emas, bu ogohlantirish. Salom mening dardkashlarim. Ismim Zuhra. Ismlar o'zgartirilgan. Yoshim 27. Hozir sizga aytib beradiganlarimni eslab, hali ham vujudim titraydi. Inson zoti shunchalik tublikka borishi mumkinligiga ishongin kelmaydi. Lekin hayot ba'zan eng qo'rqinchli kinolardan ham dahshatliroq ssenariylarni taqdim etar ekan. 20 yoshimda turmushga chiqdim. Ota-onamning xohishi, kattalarning maslahati bilan. Erim Sardor aka bilan to'ydan oldin bor yo'g'i 5 marta uchrashgandik. U paytlarda sodda qiz edim. Muhabbat to'ydan keyin keladi degan gaplarga chin dildan ishonardim. Qarindoshlarim, tanimagan odaming bilan yashash qiziqroq, bir-biringizni asta-sekin kashf qilasizlar deyishardi. Afsuski, bu kashfiyot men uchun fojiaga aylanishini bilmasdim. Turmush o'rtog'im yomon inson emasdi. Mehribon, oilaparvar, og'ir bosiqib, o'rtamizda yonib kuygan sevgi bo'lmasa ham chuqur hurmat va iliqlik bor edi. Men shunga ham shukr qilardim. Hamma shunday yashaydi-ku, asosiysi tinchlik deb o'zimni oftardim. Erimning oilasi katta edi. Qaynotam, qaynonam, erimning akasi, uning xotini, ovsinim Sevari va ularning 2 farzandi. Hammamiz bir hovlida, katta qozonda qaynar edik. O'zbekchilikda bu normal holat. Katta oila, fayzli hovli. Men kelin bo'lib tushganimda o'zimni xuddi yangi, katta va aql oilaning bir qismidek his qilardim. Qaynotamni o'z otamdek, qaynonamni onamdek ko'rdim. Ovsinim bilan ham opa-singildek o'lib ketdik deb o'ylardim. Dastlabki 3 oy xuddi ertakdek o'tdi, lekin ertakning yovuq sahifalari ochilishi oldinda edi. Vaqt o'tishi bilan uyda g'alati narsalarni seza boshladim. Kunduzlari hamma ishda bo'lardi. Eri va qaynog'am, erimning akasi ishga ketishar. Bolalar maktabda, qaynonam esa ko'pincha qo'shnilarnikida yoki bozor ucharda bo'lardi. Katta hovlida asosan men, ovsinim Sevari va qaynotam qolardik. Avvaliga e'tibor bermadim. Qaynotam nafaqadagi odam, uyda o'tirishi tabiiy. Lekin ovsinimning xatti-harakatlari o'zgara boshladi. U qaynotam bilan gaplashganda ko'zlarida qandaydir g'alati o'ch chaqnardi. Ularning hazillari, bir-biriga qarashlari, bu shunchaki kelin va qaynota munosabatiga o'xshamasdi. Qaynotamning xonasini har doim ovsinim o'zi yig'ishtirardi. Sen ovora bo'lma Zuhra, dadamning xarakterlari qiyin, narsalarni joyini o'zgartirsang jahl qiladilar, deb meni u xonaga umuman kiritmasdi. Men buni uning chiligiga, kattalarga hurmatiga yo'yardim. Sodda ekanman. Kunlardan birida dahshatli voqea sodir bo'ldi. Tush payti edi. Men oshxonada ovqatga unnayotgandim. Qaynonam yo'q edi. Ovsinim dadamning choylarini berib chiqay deb xonalariga kirib ketdi. Oradan ancha vaqt o'tdi. U chiqmadi. Xavotir oldim. Balki biror narsa kerakdir deb sekin yo'lakka chiqdim. Qaynotamning yotoqxonasi eshigi kiyoya ochiq edi. Men yaqinlashdim. Ichkaridan g'alati ovozlar eshitildilarda, nafas olishlari, chevirlashlari va karvotning qichirlashi. Muzlab qoldim. Yuragim to'xtab qolayozdi. Eshik tirkishidan moraladim va ko'rgan manzaram. O'sha lahzani xotiramdan o'chirib tashlash uchun butun umrimni berardim. Ichkarida qaynotam va ovsinim. Ular men tushuntirib bera olmayman. Bu shunchaki xiyonat emasdi. Bu jirkanchlik, haromlik, insoniylikdan chiqish edi. O'z kelini bilan, o'z o'g'lining xotini bilan. Oyoqlarimdan jon ketdi. Baqirib yuborishimga bir baxya qoldi, lekin qo'lim bilan og'zimni mahkam yopdim. Agar hozir bilib qolishi, meni o'ldirishlari ham mumkin degan. Dahshatli fikr miyamga urildi. O'zimni zo'rg'a tutib ovoz chiqarmay orqaga qaytdim. O'z xonamga kirib eshikni qulflagim va yostiqni tishlab unsiz yig'ladim. 2 kun o'zimni kasalga soldim. Xonadan chiqmadim. Erimga ham boshqalarga ham qaray olmasdim. Ularning yuziga qaraganimda o'sha manzarani ko'ra bilardim. Miyamda minglab savollar aylanardi. Qanday qilib? Nega? Qaynog'amchi bechora. Qaynog'am xotinining va otasining bu ishidan bexabar-ku. Qaynonamchi. Men endi bu uyda o'zimni xavfsiz his qila olmasdim. Bu uy, bu do'zaxning o'zi edi. Bu voqeadan so'ng men o'zgarib qoldim. Qo'rqoq, hurkak kuchaga aylandim. Ovsinimning ko'ziga qaray olmasdim. Undan jirkanardim.
Qaynotamni ko'rsam etim junjikib ketardi. Kechki ovqat paytida hamma jam bo'lganda men birinchi bo'lib turib ketardim. Ularning soxta kulgulari, bir-biriga mehribonlik qilishlari, bu teatrni ko'rishga toqatim yo'q edi. Oradan bir oy o'tdi. Men bu sirni ichimda saqlashga majbur edim. Chunki kimga aytaman, kim ishonadi menga? Kelin qaynotasiga tuhmat qilyapti deb meni haydab yuborishlari aniq edi. Lekin baloning ikkinchisi hali oldinda ekan. Ovsinim bilan bo'lgan munosabat qaynotamga kamlik qildi shekilli, yoki u o'zini sulton deb hisoblay boshladimi? Uning nigohlari endi menga qadaldi. Bir kuni vannaxonani tozalayotgandim. Suv shildirab oqayotgandi. To'satdan eshik ochildi. Qaynotam kirdi. Men cho'chib tushdim. Dada chiqing, men tozalayapman dedim shosha. U chiqib ketmadi. Eshikni ichkaridan qulfladi. Yuragim qidan chiqib ketayozdi. U menga yaqinlashdi. Ko'zlarida o'sha ovsinim bilan bo'lgandagi iflos uchqun bor edi. "Zuhra, sen juda chiroylisan", dedi u xirillagan ovozda. "O'g'lim xodin tanlashda adashmabdi. Seni ko'rib ko'zim to'ymaydi." Men burchakka qisilib qoldim. "Dada, nimalar deyapsiz? Allohdan qo'rqing", dedim qaltirab. U menga yanada yaqinlashdi. Qo'lini uzatib sochimni silamoqchi bo'ldi. "Yoshroq bo'lganimda senga o'zim o'ylanardim", dedi u yuzsizlarcha. Men bor kuchimni to'plab uni itarib yubordim va eshikni ochib qochdim. To'g'ri ko'chakla qo'shnilarnikiga yugurdim. Qo'shnilar ahvolni ko'rib hayron bo'lishdi. "Nima bo'ldi qizim?" deb so'rashdi. Men haqiqatni ayta olmadim. Tilim aylanmadi. Hovlida ilon ko'rdim. Qo'rqib ketdim deb yolg'on gapirdim. Ular meni tinchlantirishdi, choy berishdi. Erim ishdan kelguncha o'sha yerda o'tirdim. Uyga kirishga qo'rqardim. O'sha uyda yirtqich bor edi. Bu holat bir necha marta takrorlandi. Qaynotam payt poylardi. Men yolg'iz qolganimda, yo'lakda, oshxonada u meni burchakka taqishga, teginishga urinardi. Men o'zimni juda ojiz, ifloslangan his qilardim. Nafratim kundan kunga kuchayardi. Endi chidab bo'lmasdi. Oxiri tavakkal qildim. Eriga aytishga qaror qildim. Garchi ishonmasligini bilsam ham, bir oqshom xonamizda yolg'iz qolganimizda Sardor akaning qo'llaridan tutdim. "Sardor aka, sizga bir gap aytishim kerak. Faqat iltimos, o'zingizni bosing va menga ishoning", dedim yig'lab. U hayron bo'ldi. Men hammasini, qaynotamning qilgan ishlarini, menga tegoqlik qilganini aytib berdim. Faqat ovsinim bilan bo'lgan voqeani aytmadim. Bunga hali kuchim yetmadi. Erimning yuzi oqardi, keyin qizardi, ko'zlarida g'azab paydo bo'ldi. Lekin bu g'azab otasiga emas, menga qaratilgan edi. U qo'limni siltab tashladi. "Nima? Sen nimalar deyapsan? Odamga tuhmat qilyapsanmi?" deb baqirdi. "Xudodan qo'rq Zuhra, odam namozxon odam. U seni qizidek ko'radi. Sen bizni urushtirmoqchimisan? Oilamni buzmoqchimisan?" Men qanchalik yig'lamay, qasam ichmay, u ishonmadi. Meni buzuq xayolli fitnachi deb haqoratladi. Adolatsizlik bu eng og'ir narsa ekan. Men jabrlanuvchi edim, lekin aybdorga chiqarildim. Lekin men taslim bo'lmadim. "Agar ishonmasangiz isbotlayman", dedim qat'iy. "Vannaxonaga kamera o'rnating, yashirin kamera, o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz." Erim avvalga ko'nmadi, lekin mening qat'iyatimni ko'rib shubha paydo bo'ldi shekilli. Rozi bo'ldi. Biz yashirincha kichkina kamera o'rnatdik. Kunlar o'tdi. Men yuragimni hovi yashardim va o'sha kun keldi. Men ataylab vannaxonaga kirdim. Eshikni qiyoya ochib qoldirdim va geri yuvishni boshladim. Kamera yozayotgan edim. Kutganimdek o'lchani ko'rgan yirtqich paydo bo'ldi. Qaynotam kirdi. U hech narsadan tap tortmay, orqamdan kelib menga yopishdi. Qo'llari bilan men baqirdim, qarshilik qildim, lekin u baribir "Hech kimga aytolmaysan, aytganing bilan senga hech kim ishonmaydi", deb kuldi. Bu so'zlar, bu uning hukmi edi. Men u yerdan qochib chiqdim. Kamera esa hamma narsani, uning harakatlarini, so'zlarini, jirkanch basharasini yozib olgan edi. Kechqurun erim keldi. Men yig'lab unga kamerani berdim. "Ko'ring, o'z otangizni ko'ring", dedim. Sardor aka videoni qo'ydi. Men uning yuziga qarab turardim. Uning yuzidagi ifoda avval ishonchsizlik, keyin shok, keyin dahshat va cheksiz alam. U videoni ko'rib bo'lib telefonni uloqtirib yubordi. Boshi bilan devorga urdi. "Yo'q", deb ingladi. U sindi. O'z otasi, o'z qiblag'ohi deb bilgan insonning asl basharasini ko'rib u sindi. Lekin eng dahshatlisi keyin boshlandi. Erim otasining oldiga kirib ketdi. Uydan baqir-chaqir ovozlari eshitildi. Biroq 2 soatdan keyin Sardor aka xonamizga qaytib kirdi. Uning ko'zlari bo'mbo'sh edi. U menga qaradi va "Sening aybing", dedi u sovuqqonlik bilan. Men qulog'imga ishonmadim. "Nima? Otam aytdi. Sen uni yo'ldan urgansan. Sen o'zing unga ko'z suzgansan. Xonajing ko'zini suzmasa, bu aybini uzmaydi. Otam qaro odam, sen uni majburlagansan", dedi u. Qaynotam, u shaytonning o'zi edi. U o'g'lini shunday ishontiribdiki, hatto video ham uning foydasiga xizmat qildi. Kelin ataylab shunday qildi, meni sharmanda qilish uchun, dedi. Men o'sha yerda tushundimki, bu oila chirigan, boqoq. Agar hozirroq ketmasam, men ham shu botqoqda cho'kib ketaman. Erimning bu gaplari menga qaynotamning qilig'idan ham og'irroq botdi. U meni himoya qilish o'rniga iflos otasini oqladi. Men ketaman, dedim. Sizlarga Xudo kifoya qilsin. Narsalarimni yig'ishtirdim. Ota-onamga qo'ng'iroq qildim. Dadam va akalarim yetib kelishdi. Men hamma narsani, videoni ham ko'rsatdim. Dadam videoni ko'rib qaynotamni o'ldirib qo'yishga asos qildi. "Qizimni olib ketaman, bu uyingga o't tushsin", deb baqirdi dadam. Qaynonam va ovsinim ham chiqishdi. Ular hammasini bilishdi. Ovsinimning rangi oqarib ketgan. U hammasi fosh bo'lishdan qo'rqardi. Biz ajrashdik. Bu jarayon juda og'ir kechdi. Qaynotam va erim meni butun mahallaga buzuq, qaynotasiga osirgan deb yomonotlik qilishdi. Tuhmat toshlari ostida qoldim. Lekin haqiqat egiladi, bukiladi, lekin sinmaydi. Vaqt o'tib odamlar kimning kimligini tushibdi. Ovsinimning qaynotamning munosabati ham keyinchalik fosh bo'lib, katta janjal bilan u oila parokanda bo'lib ketdi. Qaynog'am xotinini haydadi. O'g'li otasidan
hayotdan voz kechdi. Men hozir ota-onamning uyidaman, xandolat fabrikasida ishlayapman, tinchman, lekin qalbimda chuqur jarohat bor. Erkaklarga ishonchim so'ngan. Har safar biror erkak menga qarasa, ko'z oldimda qaynotamning o'sha jirkanch nigohi keladi. Qo'rqib ketaman. Turmushga chiqishga shoshilmayapman. Og'zi kuygan qatiqni ham puflab ichadi deyishadi-ku. Men juda qattiq qo'rqib qolganman, lekin shuni bildimki, ayol kishi o'zini o'zi himoya qilmasa, hech kim uni himoya qilmas ekan. Agar o'sha kamerani qo'ymaganimda, balki umrbod o'sha do'zaxda qul bo'lib yashardim. Azizlarim, qizlaringizni, singillaringizni sabr qilinglar, do'zaxda tashlab qo'ymang. Ularni tinglang. Ba'zan odob andisha